Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. O'tgan yil 2 noyabr kuni İstanbul vaqti kech soat 11 atrofida Avcılar rayonidagi Deniz Köşeklar mahallasida Yusufjon Ahmad qurolli hujumga uchrab og'ir yaralangan. Hamda ikki jinoyatchi Turkiya soqchilari tomonidan qo'lga olingan bo'lib, ikkinchi kuni atiganda ular ustidan İstanbuldagi Bakırköy adliya sud mahkamasida sud ochilgan. Sud oxirlashgandan keyin bu qatimliq sud jarayoni va bu delo to'g'risida Yusufjonning advokati Ilyas Doğan va Sharq Turkiston kishilik huquqni kuzatish jamiyatining bosh kotibi Nuriddin Izbasar apandi sud mahkamasi oldida muxbirlarga bayonot berdi va Yusufjon delosi to'g'risida to'xtalib, bu suiqasdga odatga bir vaqa deb qarashga bo'lmaydiganligini ta'kidlab, Yusufjon Ahmadning suiqasdga uchirganlik delosi ustida ikkinchi qatimliq sud bo'lib, bu qatimliq sud Bakırköy 3-darajalik jinoiy ishlar sud mahkamasida ochilganligini, o'zlarining bu sudda jinoyatchilarni og'ir jazolash bilan birga Yusufjon Ahmadni uyiga taklif qilib, uning tuzoq tushishida rol o'ynagan kishi ustidan arz sunganligini, sudning arznamani qabul qilganligini, bu to'g'risida mufattishlar kerakli tekshirishlarni olib borganligini, ba'zi ma'lumotlarning to'liqlanishini talab qilib, Yusufjon Ahmadning o'zidan bayonot olish uchun doktorxonaga xat yozganligi va sudni kechiktirganligi, kelar qatimliq sudning 8-iyul kuni ochilganligini, Yusufjon Ahmad sudga qatnashamasa, sud mahkamasidan bir hay'at Yusufjon Ahmad davolanayotgan doktorxonaga berib, uningdan qaytib bayonot olmoqchi bo'lganligini bildirgan. Bu deloni yaqindan kuzatib kelayotgan Sharq Turkiston kishilik huquqni kuzatish jamiyatining bosh kotibi Nuriddin Izbasar apandi Yusufjon Ahmadga suiqasd qilgan 2 nafar jinoyatchining sudga tortilganligini, birisining ismi Tural Aliyev ismli ozarbayjonlik ekanligini, yana birisining ismi Ömer Ishq bo'lib, Turkiya fuqarosi ekanligini, u Tural Aliyev ismli jinoyatchining Yusuf Ahmadga qaratib o'q otganligi va Ömer Ishqning qo'l telefoni orqali naq maydonni videoga olganligini, onda naq maydondan ko'rinishni boshqa birisiga avatganligini, bu paketlarning soqchilarning uning qo'l telefonini tekshirish natijasida oshkor bo'lganligini, bu voqeani sodir qiluvchi asli jinoyatchilar kim bo'lishidan qat'iy nazar uni o'tirg'i chiqarish uchun kurash qilayotganligini, sud mahkamasi hay'atining pozitsiyasi intayin adolatli va tarafsiz bo'lganligini, deloning orqa ko'rinishini va asli jinoyatchilarni o'tirg'i chiqarib, ularning tegishli jazoga tortilish uchun tirishadiganligini bildirgan. Nuriddin Izbasarning bildirishicha, qo'lga olingan jinoyatchilar sudda bu deloni oddiylashtirib, o'zlarining shaxsiy adovati tufayli sodir qilganligini o'tirib qo'yib, parda orqasidagi asli jinoyatchilarni uchirmoqchi bo'lgan. Sudyalar ularning bu bayonlarga qanoat qilmaganligi uchun sudni kechiktirishni qaror qilgan. İstanbul soqchi doiralari Yusufjon Ahmadning delosiga munosabatli tekshirish natijasida 11 noyabr kuni ozarbayjonlik 2 jinoyatchini qo'lga olgan. Ular so'roqqa tortilganda o'zining Yusufjon bilan ilm beri masalasi borligini, shunga uningga qurolli hujum qilganligini ilgari surgan. Yusufjon Ahmad ayni chog'da qilgan so'zida o'zining beyiga tushgan bu kishini tonimaydiganligini, birarsi bilan hech qanday ziddiyat yo'qligini bildirgan. Yusufjon Ahmad 2020 yili 2 noyabr İstanbul vaqti kech soat 11 atrofida Avcılar rayonidagi Deniz Köşeklar mahallasida noma'lum kishilarning qurolli hujumga uchrab, qo'liga va do'lisiga o'q tegib og'ir yaralangan. Yusufjon Ahmad hujumga uchrashdan ilgari Al Jazeera qatorliq xalqaro axborot vositalariga guvohlik berib, o'zining burun Xitoy jasuslik organlari uchun xizmat qilishga majburlanganligini oshkorlagan. U yana bu sababli o'zining Xitoy davlat xavfsizlik organlarining tahdidiga uchrab kelganligini bash qilgan. Buning natijasida u o'ri turolmaydigan, putqo'li ishlamaydigan holga tushib qolgan. U hozirmi İstanbuldagi ma'lum bir doktorxonada davolanmoqda. Xitoy axborotlarining ishlab chiqarish Bangtuan haqidagi xabarlari Sharq Turkistondagi bu organning bargancha taraqqiy qilayotganligini ko'rsatmoqda. Xitoyning Bangtuan xabarlari to'g'rida Bangtuanning 1981-yil asli keltirilish munosabati bilan bir media maqolasi e'lon qilingan bo'lib, Bangtuanning atalmish shonliq tarixi va g'oyat zo'r muvaffaqiyatlari tunishtirilgan. Bangtuan 1954-yili Xitoy generali Wang Jinning boshchiligida qurilgan bo'lib, eng dastlabda Xitoy xalq ozodlik armiyasi Xinjiang harbiy rayon ishlab chiqarish qurilish Bangtuani deb atalgan. 1975-yil bekor qilingan bo'lsa-mu, 1981-yili Wang Jinning iltimos sunishi bilan Deng Xiaoping uni asliga keltirgan. Shuningdek, Sharq Turkistonda Bangtuan burunqi bazalar asosida taraqqiy qilib, suyi mo'l tuproqqa munbat joylarni bir-birlab yutib olishga boshlagan va bugungi kunda yez egilik bilan sanoat birlashgan g'oyat zo'r harbiy, iqtisodiy va ma'muriy gavdaga aylangan. Yaqinda chiqqan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı atalmish Bangtuan namratlarni yo'lash taraqqiyot ishxonasini o'zgartib, Bangtuan yezilarni gullantirish idorasi qilib qurib chiqqan. Xitoy axborotlarining tunishtirishida bu idora Bangtuanning nazorat darajalik ma'muriy o'rniga o'stirilgan bo'lib, Bangtuan yezillari va yezigilik idorasi tomonidan boshqarildi ekan. Asosliq vazifasi atalmish namratlikdan qutulish xizmatida qo'lga kelgan natijalarni qo'g'dash, yezilarni gullantirish strategiyasiga doir konkret xizmatlarni bir tutash amaliylashtirish ekan. Xitoy hukumatı bu yilning dastlabki 4 oyida atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bangtuanning janubdagi shahar diviziyalarining sanoat muqim mulkiga mablag' selishini zo'r darajada ko'paytgan.
Bingtuan xabarlar torining oshkorlashicha, bu yilning dastlabki 4 oyida Bingtuanning janubdagi 11 diviziya shahrining sanoat muqim mulkiga silingan mablag' o'tgan yilning o'xshash mazgildagidan 72,8% oshgan. Bu ahvol Bingtuanning shimoldagi diviziya shaharlarida aran 2,7% oshgan. Bu mazgil ichida Bingtuanning umum sanoat muqim mulkiga silingan mablag' 18,4% oshgan bo'lib, konchilik silingan mablag' 36,4%, ishlab chiqarish silingan mablag' 35,13% oshgan. Bu vaziyat Xitoy Kompartiyasining Bingtuan sanoat ul aslahalarini janubdagi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan rayonlarga o'tkab, uni janubdagi oblast, viloyatlarga shiddatli kengaytirayotganligini ko'rsatgan. Amerika hukumatı o'tgan yili Bingtuanga uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida o'ynagan roli sababli embargo qo'yib, ikki amaldorni jazolagan. Kuzatuvchilarning bildirishicha, Bingtuanning qurilishidan tortib bugungi taraqqiyotigacha nazar solganda, kommunist Xitoy uni Sharq Turkistonni tutib turishning eng muhim halqasi hisoblab, ko'z qarchiqidek asrab, cho'ng qilib bugungidek halqib kelgan. Xitoyning ta'biri bo'yicha aytganda, Bingtuan xohlaganda dehqon, xohlaganda askar bo'la oladigan alohida qo'shin bazasi, chegara rayonini qo'g'dashning mustahkam qal'asi bo'lib, Sharq Turkistonni tutib turishning kapolati hisoblanadi ekan. Shunga Xitoy hukumatı har qaysi tarixiy davrlarda mayli qanday badal to'lashidan qat'iy nazar Bingtuanni saqlab qolgan va taraqqiy qildirib kelgan. Vengriya hukumatı bu yil 27-aprel kuni Vengriya bilan Xitoyning Shanxaydagi Fudan universiteti bilan poytaxti Budapeshtning janubidagi 9-rayon universitet bazasida Fudan universitetining tarmoq maktab qurish uchun yer bilan ta'minlash hamda 2024-yil ishga kirish to'g'risida to'xtam imzolagan. Hamda Xitoydan mazkur universitet rayonini qurish uchun qarz olgan. Natijada xalqning tanqidiga uchragan. 2-iyun kuni Budapesht shahar boshlig'i Karasonni va 9-rayon boshlig'i Barrani bu ishga qarshi turib, atrofdagi yo'llarning nomini Dalay Lama yo'li, Hong Kong yo'li, Uyg'ur shahidlar yo'li va Shiguang episkop yo'liga o'zgartib, rasmiy yo'l belgi taxtalarini o'rnatdi. Vengriya poytaxti Budapesht 9-rayonlik shaharlik hukumat Xitoy Fudan universitetining sho'ba maktab binosini qurmoqchi bo'lgan o'rin atrofidagi 4 ko'chaning nomini o'zgartirishni, ya'ni Amerika va nurg'un g'arb davlatlari Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qildi deb qaralib, o'ldirilganlarni xotirlash uchun Uyg'ur shahidlar yo'li, surgundagi Tibet ma'naviy doisini qo'llash uchun Dalay Lama yo'li, Xitoyning Hong Kongda davlat bexatarlik qonunining yo'l qo'yilishiga qarshi Hong Kongni asli keltirish yo'li va turmadagi Rim katolik Xitoy Mindong cherkovining episkopini qo'llab, Shiguang episkop yo'li qatorliqlarga qaror elib, darhol amaliylashtirgan. 9-rayonlik hukumat boshlig'i Kristina Barani bu yo'llarning nomini o'zgartirish o'yi bo'lsa, Vengriya hukumatining Shanxay Fudan universitetining mazkur rayonda tarmoq maktab ta'sis qilishini tasdiqlashiga qarshi turish va Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq tafsirchilik qilmishlarini gavdalantirish ekanligini bildirgan. Bu Yevropa ittifoqi davlatida qurilgan Xitoy universitetining birinchi tarmoq maktabi Vengriyada siyosiy talash tortish paydo qilib qolmay, Yevropa ittifoqi qatlamida Vengriya Yevropa ittifoqi va Shimoliy Atlantik ahdiy tashkiloti ichidagi Xitoy va Rossiyaning Tiroya atab qaralgan. Xitoy Kompartiyasi vaksinasini setib olish va bir balvoq bir yo'l tashabbusi bilan Vengriya Sibiriya temir yo'lini yasash uchun Xitoydan 2 milliard dollar qarz olishi Yevropa birlashmasining noroziligiga uchragandan keyin Budapesht Fudan maktab rayoni turi bosh minister Orban Viktorning sharqqa o'tilgan tashqi siyosatidagi eng yangi obidi bo'lib, bu siyosat Yevropa ittifoqining diqqatini yana bir qatim jalb qilgan. Eshib qolgan qo'rima tomoqlarning badanga bo'lgan ziyni qanchalik? 1. Yemeklikdan zaharlanishni keltirib chiqaradi. Eshib qolgan tomoqni to'nglatqida saqlaganda bakteriya bilan bo'lg'inadi. Agar to'nglatqidan olgandan keyin to'liq qizdirmay bevosita iste'mol qilganda yemeklikdan zaharlanish kelib chiqib, yenik bo'lganda ko'ngli ilishib qusish, ich surish ahvoli kelib chiqadi. 2. Ozuqlik nacharlashini keltirib chiqaradi. Eshib qolgan tomoq va qo'rimalardagi vitamin B va C qatorliq suvda eriydigan vitaminlar nihoyat oz bo'lib, ozuqlik tarkiblari asosan yo'q qolgan bo'ladi. Agar doim degudek eshib qolgan tomoqlarni iste'mol qilganda, ozuqlik nacharlashini, badan sifatining tuvanlashini keltirib chiqaradi. 3. Rakka o'zgarish ehtimolini oshirib etadi. Eshib qolgan tomoq tarkibida bir qadar ko'p bo'lgan nitrit kislota tuzi bor bo'lib, saqlangan vaqtning uzurishiga ergishib, miqdori tadrijiy ko'payadi. Nitritlar kuchli rak paydo qiluvchi modda bo'lib, doim eshib qolgan tomoqlarni iste'mol qilganda rak kasaliga giribtor bo'lish fursati eshib boradi. 4. Ishtihoni tuvallatib etadi. Bir mezgil qo'yib qo'ygan oshqon qo'rma tomoqlarning rangi va purqida o'zgarish bo'ladi. Bo'libmi bir necha xil eshib qolgan qo'rimalarni aralashtirib qizitgandan keyin ta'mi boshqacha bo'lib qoladigan bo'lib, ishtihoni tuvallatib etadi. 5. Osonla oshqozon kasaliga giribtor bo'lib qoladi. Takror qizdirilgandan keyin eshib qolgan tomoq tarkibidagi kraxmalni odam badani hazm qila olmaydi. Uzun muddat bu xil qayta isitilgan oshqon tomoqni iste'mol qilganda osonla oshqozon kasalini keltirib chiqaradi. Qanchalik vaqt qo'yib qo'ygan qo'rima. Eshib qolgan tomoqlar tomoq tava bo'ladi. 5 soat qo'yib qo'ysa, eshib qolgan tomoq va qo'rima hisoblanadi. Eshib qolgan qo'rima tomoqni saqlash vaqti keyingi qatimliq tomoq vaqtidan o'tib ketmasa muvofiq bo'ladi.
Әтігенде ішіп қағынны түште ішіп қағынны кәшті yəbəsi yaxşı. Tamaq ішіп қалса амалба 5-6 saat içində bir tərəf qılıb itiş kerak. Әң yaxşısı bir keç turib qalğan tamaq qorumun yeməslik kerak. İlmiy tədqiqatlardan bayqilishcha bir qism bir keç turib qalğan köktatlar, bulubmu bir keç turib qalğan yeşil yopurmaqlıq köktatlarning ozuqluq tarkibi yuqori bo'lmayli qalmasdan, balki yana davomliq zaharlik nitrit kislota tozlarini hosil qildi ekan. Samimiy eskartish. Salomatligingiz uchun o'z ehtiyojingizga qarata tamaq eting. Qanchalik yeb bo'la olsangiz, shunchalik etib yeng. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.